2017-yilda ish boshlaganimdan beri 2017-yilda bitta protez qilgan bo'lsam, hozirga kelib 2025-yildagi hisobda 140 ga yaqin bemorga protezlarimizni muvaffaqiyatli qo'yib kelmoqdamiz. Bularning ichida eng esda qolarlisi, eng odamni ko'p vaqtini ham, hayajonini ham keltirgani bu bir patsientimizga yelkadan amputatsiya bo'lgan patsientimizga bionik protez qo'yganmiz. U kishi bizga kelishlaridan, murojaat qilib kelishlaridan oldin ko'p joylarga borganlar va u kishiga bionik protez qo'yish imkoni yo'qligini aytishgan. Bizga kelgandilar, avval yaxshilab o'rgandik va shuni qila olaman dedim. Va bu kishiga boshladik ishni, bionik protez qilishni. Bu bizdan 8 oycha vaqt oldi, lekin biz uddaladik. Patsientimizga bionik protez yelkadan, to'liq yelka qismidan amputatsiya bo'lganga bionik protezni o'rnatdik va patsientimiz to'liq ishlata oldilar. Ya'ni u nafaqat barmoqlari, shu bilan birga tirsagi ham patsientni o'zi boshqaradigan bo'ldi.